Uch og'ayni botirlar. Bor ekan u yo'q ekan, bir zamonda bir kishi bor ekan. Boy ham, kambag'al ham emas ekan. Uning 3 ta o'g'li bor ekan. Uchovi ham o'qigan, oq u qorani tanigan, yuzlari oyday, o'zlari toyday, yomon bilan yurmagan, yomon joyda turmagan ekanlar. To'ng'ichi 21 yoshda, o'rtanchasi 18 yoshda, kenjasi 16 yoshda ekan. Otasi bir kun bularni oldiga chaqirib, har birining peshonasidan silab, "O'g'illarim, men boy emasman. Mendan qolgan davlat sizlarning maishatingiz uchun kifoya qilmaydi. Mendan ortiq narsa umid qilib o'tirmanglar. Mendan keyin baxtsiz bo'lib qolmanglar deb sizlarni o'qitdim. Yaxshi ot qo'ydim. To'y qildim. Voyaga yetkazdim. Buning ustiga sizlarni yana 3 narsa bilan tarbiya qildim. Birinchidan, sog'lom vujudli qilib tarbiya qildim. Quvvatli bo'ldingiz. Ikkinchidan, yarog' bilan tanishtirdim. Yarog' ishlatishga usta bo'ldingiz. Uchinchidan, qo'rqitmay o'stirdim. Qo'rqoq bo'lmay botir bo'ldingiz. Yana 3 narsani aytaman. Quloqlaringizga olib, eslaringizdan chiqarmang. To'g'ri bo'ling, bexavotir bo'lasiz. Maqtanchoq bo'lmang, xijolat tortmaysiz. Dangasa bo'lmang, baxtsiz bo'lmaysiz. Mana bundan boshqasini o'zingiz biling. Qora toyni, saman toyni, ko'k toyni asboblari bilan tayyorlab qo'ydim. Xurjunlaringizni bir haftalik ovqat bilan to'lg'izdim. Baxtingiz yo'lda. Topib olmoq uchun dunyoni ko'rgani yo'lga chiqingiz. Dunyoni tanimay, dunyo kishisi bo'lmaysiz. Baxt qushini ushlamoq uchun baxt oviga chiqingiz. Xayr, o'g'illarim, deb turib ketdi. O'g'illari suyunib, safar tadorigini ko'rib, erta saharda otlanib yo'lga tushdilar. 3 og'ayni butun kun yo'l yurib, juda uzoq ketdilar. Namoz shom vaqtida bir joyga yetdilar. Kechasi yo'l yurmoqni munosib ko'rmay, shu joyda yotmoqni ma'qul topib, otlaridan tushib, istirohat qilib, ovqat yeb, yotish oldida o'zaro shu maslahatga keldilar. Bu joy to'qayzor ekan. Biz yo'l bosib kelganmiz. Charchab uxlab qolsak yaxshi bo'lmas. Kechani 3 bo'lakka bo'lib, har bir bo'lagida birimiz navbat bilan poyloqchi bo'lib uyg'oq turaylik. To'ng'ich akasi birinchi navbatni oldi. Ikkala ukasi uyquga ketdilar. Chiroq lipillab yonib turar edi. Qo'lidagi yarog'ini o'ynab, atrof tomondagi daraxtlarni tomosha qilib, bir qancha vaqt o'tirdi. Jimjit. Hech narsa shit etmas edi. Hamma narsa uyquda. Kecha oydin edi. Bir vaqt to'qay ichidan bir narsaning kelayotgan sharpasi eshitildi. Hech qo'rqmadi. Yaroqlarini chiqarib, tayyor bo'lib turdi. Bular tushgan to'qayning narigi tomonida bir sherning makoni bor edi. Bulardan boshqa hech kim bu joyga tushmas. Hatto boshqa hayvonlar ham bu yoqqa kelgani qo'rqar edilar. Sher bularning hidini bilib, yemoq uchun asta-asta uyasidan qo'zg'alib chiqib keldi. To'ng'ich Botir sherni o'ldirishiga ishonsa ham, ukalarim bezovda bo'lmasinlar, deb to'qayni bir tomoniga qarab qochdi. Sher quvdi. To'ng'ich Botir panaga yashirinib turib, sherni orqa tomoniga qilich bilan urib yaraladi. Sher Botirga o'zini tashlamoqchi bo'ldi. Botir chap berdi. Sherning o'ng qo'liga urdi.
Sher Botirga qarab bor kuchini to'plab o'zini tashladi. Botir yana chap berdi. Boshiga qarab qilich soldi. Sher yiqildi. Yana bir qilich bilan sherni tugatdi. Sherning ustiga minib, terisidan bir tasma qilib oldi. Ichidan beliga mahkam bog'lab olib, hech narsa ko'rmaganday yana ukalarining yoniga kelib o'tirdi. Poyloqchilik navbati o'rtancha Botirga keldi. Hech qanday voqea ro'y bermadi. 3-Botir turib, tong otguncha poyloqchilik qildi. Hech narsa ko'rmadi. Birinchi kecha shu bilan tugadi. Ushbu audio kitobni to'la holda audiobook.uz internet magazinidan sotib olishingiz mumkin.